Haqiqiy do'st kim? Siz hayotingiz zulmatga to'lganda quyosh bo'la oladigan, ichingiz shikoyatga to'lganda sirdosh bo'la oladigan, siz bir joyda yiqilganingizda tirgak bo'la oladigan inson haqiqiy do'st bo'ladi. Siz kelganingizda peshvoz chiqadigan, ketganingizda sizni izlaydigan, yaqinlashganda muruvvatli, uzoqlashganda esa sizni maqtovlar bilan siylaydigan inson haqiqiy do'st bo'ladi. Haqiqiy do'st sizni so'zsiz tushunadi, sizga dalilsiz ishonadi. Inson do'sti bo'lmasa bu hidsiz gulga o'xshaydi. Bitta qanotni o'zi ucholmaydi, ikkita qanot bo'lishi kerak. Bitta qo'lni o'zi qarsak chala olmaydi. Tortishuv vaqtlarida, janjal vaqtlarida kechirishni o'rganing. Hadislarning aytishi bo'yicha kechirishlik insonga azizlikni ziyoda qiladi, azizligini oshiradi. 3 kundan ortiq arazlashlik bu halol bo'lmaydi. Mana shunday tortishuv, janjal, husumat kunlarida insonning haqiqiy ichidagi ma'dani, koni bilinadi. Ichingizda haqiqiy oltin koni borligini mana shu kunlarda bildirib qo'ying. Shunday do'st bo'lingki, sizni xabaringizni eshitganda do'stingiz kuladigan, xursand bo'ladigan, sizga o'xshagan insonni ko'rib qolganda yuragi hapriqib o'rnidan turib ketadigan qilib qo'ying. Shunaqa do'stlik qiling. Pozitsiyalaringiz, sizni tutumlaringizni eslaganda yuziga tabassum yuguradigan darajada do'stlik qiling. Sizga o'xshaganni ko'rganda o'rnidan turadigan, boshqa bir do'stni sinab ko'rganda pushaymon chekadigan, sizni qadringizni bilganda esa ko'ziga yosh keladigan darajada do'stlik qilib qo'ying. Mana shu haqiqiy do'stlik bo'ladi. Hech bo'lmaganda do'stingizni qalbida yaxshi iz qoldira olmasangiz, unda alamli bir jarohat qoldirmang va doimo qaytish uchun yo'l, kirib kelish uchun eshik qoldiring. Garchi husumat, janjal o'tlari qattiq yongan bo'lsa ham, shunday do'st bo'lingki, esdalik yomg'irlari uni o'chiradigan darajada do'stlik qiling. Bir kun kelib, inshaalloh do'stlik yana qayta tiklansin.